Yaqin Sharq olov ichida poytaxtlarga zarbalar, bartaraf etish operatsiyalari va raketa hujumlari. 19-mart tongiga ko'ra nimalar ma'lum? Isroil mudofaa kuchlari harbiy havo kuchlari Bayrut markaziga aviazarba berdi. Bashuro tumanida Isroil tomoni Hizbulloh obyekti deb atayotgan ko'p qavatli bino butunlay vayron qilingan. Aholi hujum haqida oldindan ogohlantirilgan. Eronda Isroil foydasiga josuslik qilishda va Mossadga maxfiy ma'lumotlarni yetkazishda ayblangan Sayrus Keyvoniy qatl etildi. Ar-Riyodda portlashlar yuz berdi. Saudiya Arabistoni havo mudofaa kuchlari 4 ta ballistik raketani urib tushirdi. Raketa parchalari poytaxtning turli hududlariga tushgan. Qatarning Raslafan sanoat markazi Eron tomonidan raketa hujumiga uchradi. Jiddiy zarar yetkazilgani haqida xabar berilmoqda. Qurbonlar yo'q. Eron Tashqi ishlar vazirligi rahbari Abbos Aroqchi xalqaro hamjamiyatni harakatsizlikda ayblab, Isroilning xatti-harakatlari javobsiz qolmasligini ma'lum qildi. Eron Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni va Qatarga shoshilinch ogohlantirish yubordi. Janubiy Fors neftni qayta ishlash zavodiga berilgan zarbadan so'ng Eron hududidagi AQSh va Isroil yoqilg'i energetika infratuzilmasini yo'q qilishiga va'da berdi. Saudiya Arabistonida kuchli portlashlar va yong'inlar kuzatilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, asosiy gaz obyektlari to'g'ridan-to'g'ri nishonga olingan. Saudiya tomon yangi hujumlar yo'naltirilgani aytilmoqda.